Bu video nevroz holatidagi insonlar uchun mo'ljallangan. Agar sizda nevroz holatlari bo'lmasa, bu videoni o'tkazib yuborishingizni so'rab qolaman. Assalomu alaykum. Nevroz holatlari, ya'ni inson o'z nevrozini ichida qolib ketish sabablari. Nimaga inson uzoq oy yoki uzoq yil davomida o'z nevrozini ichida qolib ketishi mumkin? Va bu holatda inson qanaqa yo'l tutishi kerak? Inson hayotida nevroz holatlari boshlanar ekan, bu inson uchun yengillik. Chunki nevroz haqida bilim yo'q bizda, hatto uni ko'rmaganmiz ham, televizorlarda ham, internetda ham biz kuzatmaganmiz bu mavzuni, hech qanaqa bilim o'rganmaganmiz. Chunki bu hayotimizda yengillik hisoblanadi. Va nevroz holati boshlangan inson o'z nevrozini, ya'ni o'z himoya mexanizmini har xil talqin qiladi. Juda ham yomon, bu eng katta dushman, bu eng yomon ish, bu dunyodagi eng balo narsa, battar narsa, yomon narsa sifatida qabul qiladi. Va o'z nevrozini ichida yashar ekan, uni hal qilishda har xil yo'nalishlar oladi. Bir yo'ldagi insonlar mutaxassisga murojaat qiladi. Psixologik konsultatsiyalar, psixokorreksiyalar, psixoterapiyalar. Bu oltin standart aslida eng to'g'ri yo'nalish. Ikkinchi yo'ldagi insonlar noilmiy yo'nalish, nimadir bo'pti, nimadir qilgan, qayerdandir tushgan, kelib qolgan, uchib kelgan, u bo'lgan, bu bo'lgan, qisqasi kimdir nimadir qilgan. Bular hammasi 99% ilmdan uzoq bo'lgan fikrlar aslida. Ko'p qism inson o'sha ikkinchi yo'nalishni tanlaydi. Nimaga? Chunki ikkinchi yo'nalishda juda katta va'dalar ko'p. Bo'ldi, mana bunaqa qilsam ham bunaqa bo'ladi, mana bunaqa bo'lsa ham bunaqa bo'ladi. U yo'nalishda va'da ko'p. Keyin u yo'nalishda osonlik ko'p. Oson fikrlar, oson nima deydi, oson talqindagi yo'nalishlar bor. Shuning uchun ko'p inson ikkinchi yo'nalishni tanlaydi. Ya'ni ilmiy yo'nalish emas, ikkinchi noilmiy yo'nalishni tanlaydi. Aslida u noilmiy yo'nalish bizning nevrozimizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Aloqasi bor deb ham gapirmayman. Hech qanaqa nevroz holatimizga aloqasi yo'q. Chunki noilmiy yo'nalishi ko'p qismi tashqari omillarga bog'liq. Sen nimadir kimdir qilib qo'ydi, kimdir nimadir bo'lgan, kimdir nimadir qilgan, mana bunaqa qilsang yaxshi bo'lasan deb ko'proq tashqi omilga e'tibor beriladi. Ilmiy yo'nalish bilan yaqinlashtirganingizda 99% umuman aloqasi yo'q bu fikrlarning ilmga. Endi inson shu yo'nalishni qabul qilar ekan, undan hech qanaqa foyda olmaydi. Bu tabiiy, chunki hech qanaqa bizning nevrozga u yo'nalishning aloqasi yo'q. Hech qanaqa foydasi ham yo'q. U yo'nalishni olgandan keyin insonda o'zgarish bo'lmaydi. Shundan keyin inson o'z nevrozini ichida yashash oddiy holat deb qabul qiladi. Ya'ni bo'ldi, men bu holatdan chiqib keta olmayman. Mana uni qildim, buni qildim yoki bunga bordim, unga bordim. Hech qanaqa foyda bo'lgani yo'q menga. Bo'ldi, endi men mana shu holatimda yashashim kerak. O'z nevrozim ichida yuraman. Qayerdadir qo'rquv bo'ladi, chidayman. Qayerdadir yomon xayol otilib chiqadi, chidayman. Qaysidir ishlarni majbur qilaman. Ketma-ket o'zimni tekshirib turaveraman. Boshqa ilojim yo'q. Mana shu fikrga kelib to'xtaydi oxiri. Bu noilmiy yo'nalishga e'tibor bergan inson, noilmiy yo'nalishda yurgan inson oxiri shu fikrga kelib to'xtaydi. Keyin oxiri chidash kerak deydi, aslida chidolmaydi bu holatga. Chidashim kerak deydi, chidolmaydi, yurishim kerak deydi, bu holatda yura olmaydi, chunki nevroz bezovtalanishi ko'payib boradi va oxiri inson juda ham qiyin holatga kirib qoladi. Aslida inson hayotida nevroz holatini ilmiy yo'nalish juda ham chuqur o'rganib bo'lgan. Bu xushxabar desak ham bo'ladi. Bir psixoterapiya bir kunda hal bo'lmaydi, bir kunda mavjud bo'lib qolmaydi. U uzoq yillar davomida yaraladi. Va juda ham ko'p olimlar tomonidan tasdiqlanadi u metodlar. U tasdiqlanish oldidan juda ham ko'p millionlagan hozirgi bezovta insonlarga qo'llanilib, o'shandan foyda bo'lgandan keyin, o'sha insonlarda o'zgarish bo'lgandan keyin tasdiqlanib bu narsa chiqariladi. U hozirgi ilmiy yo'nalish bizga o'xshagan nevroz insonlar
yoki boshqa turdagi insonlardan judayam ko'p ilmiy tekshirilib, keyin metod sifatida qo'llaniladi. U bir kunda yo bir hafta, bir oyda bo'lib qolmaydi bu narsa. Uzoq yillar davomida tekshiriladi. Mana shundan kelib chiqib bizga taqdim etiladi. Ko'p nevroz holatidagi inson mana shu ilmiy yo'nalishni tashlab, noilmiy yo'nalishga o'tib ketadi. Noilmiy yo'nalish oxirini men sizlarga aytdim. Nimaga olib kelishini oxiri. Va bizani qanaqa qiyin ahvolga olib kelib qo'yishini ham men sizlarga aytib berdim. Tushuntirib ham berdim. Ilmiy yo'nalish bizani ichki holatimiz bilan ishlaydi. Ichki holatimiz bilan. Ya'ni bizani ichki holatlarimiz, bizani ichki fikrlashlarimiz, bizani hozirgi nevroz holatimizni bezovta qilayotgan, qayta faol xizmat qilayotgan ichkari xarakter muammolari, dunyoqarashdagi muammolar, odatlar, munosabatlar mana shu talqinda ishlaydi. Mana shuning uchun biz katta natija ola olamiz. Ya'ni ilmiy yo'nalishga qadam qo'ygan inson o'z nevrozining ichida qolib ketish deyarli aloqasi yo'q. Deyarli aloqasi yo'q. Chunki o'z nevrozini ilmiy yo'nalish shunday insonga olib chiqib bera oladi. Insonni qo'liga shunday olib chiqib bera oladi. Inson shuni ko'rgan joyini o'zida nevrozdan davo topish ehtimoli juda katta bo'ladi. Chunki inson o'z bezovtalanayotgan sababini topa olmaydi. Nimaki u yerda himoya mexanizmlari bor, insonni psixikasini ishlash funksiyalari bor. Shuning uchun sal qiynaladi inson buni topib olgan. Lekin ilmiy yo'nalish bu holatda shuni olib chiqib bera oladi siz qo'lingizga. Siz shuni ko'rgan joyingizni o'zida hal qilib keta olasiz. Buning uchun bizga ilmiy yo'nalish juda ham katta foyda beradi. Ya'ni inson nevrozining ichida qolib ketish sababini asosiylaridan bittasi bu noilmiy yo'nalishni olishi. Ilmiy yo'nalishni chetga surib, noilmiy yo'nalishni olishi. Buni oxirini men yana bir marta aytaman, oxirida nima bo'lishini, qanaqa fikrlar uyg'onishini va qanaqa insonda uстановка bo'lishini men tushuntirib berdim. Ilmiy yo'nalishda bu insonni bu uстановkalarni yaratishiga yo'l qo'yilmaydi. Chunki bu aytaman, juda ham ko'p millionlagan insondan kelib chiqib chiqarilgan bilim. U uzoq yillar davomida chiqarilgan. U juda ko'p olimlar tomonidan tasdiqlangan. U sizga, bizga ham to'g'ri keladi. Shuning uchun kelinglar oltin qoidaga amal qilib, mutaxassis maslahatiga amal qilaylik va o'zimiz ustimizda ishlashni o'rganaylik va hozirgi holatlarni hal qilishda kerakli yo'lni tanlaylik, adashmaylik. Sog' salomat bo'linglar.